Bolalarda bugun bayram. Xudo xolisa. Yurishni xohlardim. Yurtma-yurt, tarix bo'yicha. Arxeolog bo'lib. Internetga kelgandan keyin nogironsan deb yuzimga solishganda, xafa qilishganda, u narsalar uchib ketdi xayolimdagi hamma narsalar. Ya'ni nogiron bo'lsak, hayotda mustaqil bo'la olmas ekanda degan fikrda yurardim oldin. Lekin men isbotladim, o'zimga ham isbotladim. Atrofimdagi odamlarga ham isbotladim. Men mustaqil bo'la olaman. Meni o'z shaxsiy fikrim bor. Mustaqil bo'la oladi. Yetim bo'lib turib ham, nogiron bo'lib turib ham mustaqil bo'la oladi. Hayotga qadam tashlay oladi, olg'a qarab yuradi bemalol. Bizning bolalarimiz ham shunaqa bo'lishini xohlayman. Ura!